Agar mana bu ikkita внедорожникini bir-biridan farqiga tushunmasanglar, aniq bo'ladi omalaring. Bugun sotuvimizda Infiniti QX80 va Nissan Patrol. Nissan Patrolimiz esa 2019-yil, probeg 32 000 km va motoriga esa 4 litrli atmosferniy benzinli bo'ladi. 275 ta ot kuchi. Rasxodi taxminan 13 dan 22 litrgacha. Infiniti QX80 esa 2018-yil, probeg 69 000 km. Dvigatel esa 5.6 litrli atmosferniy bo'ladi. 405 ta ot kuchi. Rasxodi taxminan 14 dan 25-26 litrgacha. Endi основной texnik farqini sizlarga tushuntiraman. Nissan Patrol ancha mustahkamroq, ancha prostoyroq, remontiga ham arzon, lekin gazini bossanglar kayf qilmaysizlar-da. Lekin spokойный va remontiga ham ancha prostoyroq, ancha yengilroq. Bu esa gazini bossanglar 405 ta ot kuchini juda ham o'zini ko'rsatadi. Endi salonini ham solishtiramiz. Bitta Nissan Patrol, to'g'ri. Bunaqa navorot joylari yo'q, hammasi takoy jaydarskiy turibdi, lekin bu avtomobil imенно off-road uchun ishlatganingizda sizlarga salon uncha keragi bo'lmaydi. Главный praktichniy bo'lsa bo'ldi. Infiniti QX80 haqiqatan premium salon, исполненияsi ham kapitanskiy сиденье ikkinchi qatorida, oldi qatori esa без imitatsiya, деревянный вставкаlar, 360 kamera, vыбор rejimi езды. No, bu avtomobilda yurganingizda buni shuma izolyatsiyasi ham boshqacha. Ancha qimmat mashina yuraman deb o'ylaysizlar. Agar off-road uchun tanlagan bo'lsam, albatta Nissan Patrol tanlayman. Sababi bu klirensini ancha baland bundan qaraganda, plus bu prostoyligi uchun uncha elektronika ko'p emas, navoroti ko'p emas. Uni remont qilish ham takoy невозможный, og'ir joyda ham bemalol o'zingizlar ham qilasizlar. Infiniti esa men off-road uchun tanlamasdim. O'zi og'ir avtomobil, off-roadga og'ir avtomobil sal qiyinroq masala. Tim более klirensi past, elektronika ko'p. Iloji boricha bunaqa komfort, bunaqa navorotchina avtomobil bilan shaharda yoki sal takoyroq joyga chiqsanglar bo'ladi. Eng qiziq joyga sizlar bilan yetib keldi. Agar har kuni minishga, remontga prostoyroq bo'lsa, arzonroq bo'lsa, imенно remont o'zi va bir xil payt jostki off-roadga chiqaman desanglar, albatta Nissan Patrol tavsiya qilaman. Agar komfortniyroq, juda ham premialniy salon, elektronikasi kuchli, assistentlar bilan kameralar, xullas, вообще juda ham shikarniy avtomobil olmoqchi bo'lsanglar, lekin off-roadga emas, shahar o'ziga yoki tam Chorvoqga chiqishga, albatta Infiniti QX80 tavsiya beraman. Haqiqatan yurganingizda qimmat, juda ham saloni qimmat mashinada yuraman deb o'ylaysizlar. Endi narxiga keladigan bo'lsa, Infiniti $56 000, Nissan Patrolimiz esa $58 000 ga olishinglar mumkin. Kommentga yozinglar, qaysi biri olgan bo'lar edinglar.